Hurmatli do'stlar, bu go'zallikdan bahra olishingizni hammaga tilab qolaman. Bu tomonni qaranglar, mana. Otlar, juda ham go'zal manzara. Ana endi bu tomonini olinglar. Qaranglar, mana tog' mana eng tepada cho'qqilar ham ko'rinyapti. Haqiqiy go'zallik. Hayotim davomida juda ham ko'p shaharlarga borganman. Singapur, Malayziya, Xitoy, Rossiya yoki boshqa davlatlarga. Eng go'zali qayer desak, haqiqiy tabiat yaratgan go'zallik. Inson qo'li bilan yaratilgan juda ham ko'p texnologiyalar, baland imoratlar bor. Lekin bular haqiqiy go'zallik. Chunki buni Alloh yaratgan. Hammangizga o'zingiz, farzandlaringiz, yaqinlaringiz, ota-onangiz bilan bu joylarga kelishni Allohdan so'rab qolaman. Joniy omon bo'lsin, sog' bo'linglar.